Azimjon, aka. mana shunda chiqarib tashlaymizmi endi? Ana shunda mana shu toshlar chiqarib tashlaymiz. Mana shu toshlarni, Mana shu toshlar chiqaramiz. shisha ham chiqaramiz. Shisha ham. Coca-Cola ichib qo'ydim, chiqarib yuboramiz mana shishasini. Yo'q, mana shu toshlarni, mana shu pichoqni, xudo xolasa patchani chiqaramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz demak adashmagansiz. Hammaga assalomu alaykum. Sanjarbek Uskal avtomatlar obunachilari. Mana bugun biz Tarnoda universal rabotkalarga kelganmiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Dehqonobod. Dehqonobod mahallasiga kelganmiz, akalar. Xudo xolasa mana ko'ryapsiz, mahaviy tishli rabotkalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari mavjud. Qayerdan bo'lib oladigan bo'lsangiz ham olib borib ishlatishib, keyin pulni sanab beraverasiz. Ishlagandan keyin, ko'ngilga yoqqandan keyin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xudo xolasa. Zakazlar olinaveradi. Qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga farqi yo'q. Farqi yo'q. Xudo xolasa ketilaveradi. Narxini boshida aytib ketaylik, 1.900.000 so'mdan. Joyida. Yetkazib berish 2.200.000 so'mdan yetkazib beramiz. Xorazm Qoraqalpog'istonga ozgina qo'shilib oladi. Chicha uzoqligining hisobiga 2.400.000 so'mdan yetkazib beramiz Xorazm Qoraqalpog'istonga. Birinchi tosh chiqaramizmi, shishani chiqaramizmi? Birinchi shishani chiqaraveraylik. Qachon chiqaraveramiz? Qachon chiqaraveramiz? Qani unda boshladik. Ketdik. Mana. Toshlar kichkina, katta toshlar. Mana aka, hozir shisha tosh chiqarib beramiz, Sanjarbek aka. Bu setkasini ham bir ko'rib qo'ying, setkasini. Mayda setka. Un qilib chiqarib beramiz hozir. Setkasi mayda setka. Mayda setka. Videoga oling. Boshladik unda. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa. Bitta hushyor bo'lib turasizlar-a? Bo'ldi. Bismillah, shisha ketdi mana. Tosh boshlandi, tosh. Tosh solishlar boshlandi. Mana toshlar. Çok. Mana şimdi Azimjon, mana aka. Mana shu tosh bilan shisha chiqardik-ku. Aha. Un qo'yibdi, ha? Mana. Voh, bitta chakoryapti-yu. Mana qarang. Bemalol ko'rishman. Un qilib tashagan. Endi qarang, mashinada somonni bedami chiqarsak bo'ladimi? Chiqarsa bo'ladi aka, bemalol chiqaraveradi. Qancha boshladik unda? Somonni bedani nimada chiqaramiz? Setkasini olib qo'yaylik. Ha? Setkasini. Tishlarni ham ko'rib olamiz, ha? Tishlarni ham ko'rib olamiz. Bo'ldi, setkasini olib qo'yamiz. Qani, setkalarni olib qo'yamiz. Xudo xolasa, nimasini ko'rsatamiz hozir sizga. Bu setka unga moslanganda, to'g'rimi? Unga moslangan, to'ppa-to'g'ri. Unga moslangan. Balki bundan kattaroq setka qo'y boqib chiqarsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bug'doyni, makkani chiqarishga moslangan bu setkamiz. Endi hali tosh chiqarib bergandan maqsadimiz endi bu pichog'ini, suvarkasini, motorini quvvatini sinab bergan, chiqarib ko'rsatib beryapti. Bu lekin tosh shisha chiqarmaydi asl, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, to'ppa-to'g'ri aka. Bu chorva uchun mo'ljallangan. Mana tishlarni ko'rsatib qo'ydik. Hammasi bir yaxshi turibdi. Demak, boshlaydi. Naridan oling endi. Hozir setkasini olamiz. Ketdik. Joyiga qo'ying. Qani. O'chirmaymiz. Mana shu holatda ko'rsatamiz. Bo'lmaydi. Ekranga nomerlar yozib qo'yamiz yoki mana shu yerda nima kod kuzupiga yozib qo'ygan nomerlar, shular aloqaga chiqsa bo'laveradi. Narxini aytib. Mana, o'sha drabilka. Aha, o'sha drabilka. Mana somon. Napol o'ta kuchli-yu. Ha? Ha? Napol va shu kuchli-ku deyman. Napol kuchli-da aka. Mana. Mol boqib mana chiqarib. Bu mol boqib chiqarib berdi hozir. Bu tosh chiqargandan keyin ham ishlayveradi. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Ishlayveradi. Bo'ldi. Endi keyingisi nima chiqaramiz? Xo'p, bunda qo'y boq qilib aka, beda bilan somonimizni chiqarib beramiz. Mayan qilib. Qo'y boq qilib, Qo'y boq qilib. Qo'y boq qilib, somon bilan beda chiqarib beramiz. Keyin bunda bug'doy, bunisi chiqariladi, xudo xolasa. Nima ketaveradi. Buni ham yurgizishni boshlayapman. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Qani.
chiqaryapti. Hozir solib turamiz. Mol bob bilan qo'yib olibgina. Adden. Deydi. Endi ikkalasini farqini ko'rsatib qo'ying-da. Mol bob qanaqa, qo'y bob qanaqa bo'ldi? Hop. Adden. Mana unisi mana mol bob bu. Aha. Mana bu qo'y bob mana. Naginisi qo'y bob, ha? Mana bedasi ham bor ichida. Bu mol bob. Juda yaxshi. Mana. Xohlasa setga qo'yib olib chiqarsin qo'ylar uchun, xohlasa buqalarcha sigirlar uchun bunaqa kattaroq chiqarsin, to'g'rimi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Bo'laveradi. Keyingisida bug'doy va makka chiqaramiz, ha? Ha. Bularda mana tayyor qilingan. Bug'doy. Bunisidan makka, xolis sotali bo'lsa ham farqi yo'q, to'g'rimi? Sotali bo'lsa ham chiqaraveradi, farqi yo'q. Endi hozir biz sotali makka to'g'ri topolmadik. Yangi ko'rganlarga bu legrafkasi bor, bitta teshikchasi bor. Mana hozir bitta qopqog'ini toping-da. Tashqaridagi. Mana. Ha, mana. Mana shunday qo'yasiz. Shunday qo'yamiz. Qo'ygandan keyin mana shetdan bemalol legrafkasini qilib to'g'rimiz, to'kka qarab ketaveradi. Ha, sotasini makka solaveradi. Sotali debatdan ketaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Universal ko'ryapsizlarmi hamma tomondan? Bu tok qanchada ishlaydi? Eng past bo'lsa 170 dan tepasiga ishlayveradi. 170 dan tepasiga ishlayveradi. 170 dan tepasiga bemalol ishlayveradi. Xudo xolasa. Biror nima toshmi, kattaroq endi bilib bo'ladimi? Temir narsami tiqilib qolsa ham unda ham ishlayveradi. Paplavoylari bor. Toshmi bir narsa tushib ketadigan bo'lsa, avtomatik yo'q, motorga nagruza keladigan bo'lsa, avtomatik motorni o'zidan to'kib qo'yadi. O'zi qo'yadi, ha? Keyin yana bemalol yoqib ishlatishlari mumkin. Juda yaxshi, boshladik. Qani? Bug'doy. Mana bug'doy. Bug'doy. Bug'doyda hozir kepak darajada ishga olib borib qo'yadi, hurmatli do'stlar. Shunday topib qo'yib, ichini to'ldirib qo'ysangiz, bemalol xudo xolasa ishingizni qilaverasiz. O'zi chiqarib, maydalab, qachon chiqarib tashlaydi. Makkani ham hozir chiqarib ko'rsatib beramiz sizlarga. Faqat shoshib aloqa qilsanglar bo'ldi. Mana qarang. Gumillab tashlaymiz hozir, gumillab. Bo'ladi aka. Bo'ladi. Ichidan chiqarib olsin bitta. Bo'ldi, bunday qo'ying. Makkani. Bunisi makka ketgan. Bunisi makkani boshladik endi. Bunimizda makka chiqyapti. Bunimizda esa o chiqyapti. Yagimga bo'ldi, bunisi makka. Hozirlardan ko'rsatamiz. Mana bu yerda tayyor mana. Zagodovga tayyor bo'lgan. Unda xolos yo'lga chiqib ketadi. Telefon qilaversa, bemalol ekran nomerlarga aloqa qilib kanalni albatta mana o'zim ham ishlataman. Tarnovda aplikasiyani kelar, xudo xolosa mana akalarimiz Tarnovda aplikasiya berishgan, mishalka berishgan. Nozimjon bitta motordan olib o'ting-da, motorimizdan. Ha, motordan ko'rsatamiz. Hatto motordan ko'rsatib ketaylik. Juda yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ldi. Haliga ononga temir tiqib turib, tiqda o'chadi-yu. O'shani ham ko'rsatib qo'yaylik, biringlar. Hali gapimizga isbot bo'ladi-da. Bir nima tiqilib qolsa o'chib qolmaydi dedik-ku. Yo'qqa. Naguzga kelmaydi dedik-ku. O'shani ko'rsatib qo'ysak, ko'rsatib ketamiz. Ana motorimiz. O'zi motorni quvvati qanaqa bor bu nima? Xo'p, bu motorimizning quvvati aka 3,5 kilovat 3000 oborotli motor. 3,5 kilovat 3000 oborot, ha? Hozir 3,5 kilovat 3000 oborot. Buni shunday ko'rsatib o'tib ketaylik. Keyin bunga qaytamiz, ha? Bo'laveradi. Bug'doyimiz. Yerga to'kmay qo'ying. Mana aka. Mana qo'lingizga oling-da. Mana. O'zi hali qilamiz-ku. Keyin safarlar qilamiz endi. Suv qopni ham ko'rsatib qo'yib, keyin bunga bog'lab, keyin chiqarsak bo'laveradi. Endi kimdir anaqa tushunmasin deyapman-da. Bular bunaqa tushunishmaydi, bari bilib bo'lmaydi. Oramizda ichiga mana shunaqa to'kib qo'ygan deyish ham mumkin-da. Atarlarga, mendan keyin hoji akam keladi-yu. O'shanga realni qilib ketaverasizlar. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. O'shani yonida pistoy qopni bog'laysizlar.
Keyin nima qilasiz? Endi makkani ko'rsating. Endi odam har xil o'ylashi mumkin-da, to'g'rimi? Mana makkani qarang. Mana. Voy, qo'yib olibdi, saboblagan. Xohlasa atalar qilib olsin-a. Uni o'zi biladi. Xudo xohlasa. Keyin mardaylikdan xuddi shunaqa qilib chiqaraveradi. Mardaylikdan xuddi shunaqa chiqarib beradi. Mardaylikmi, bunaqa donlikmi farqi yo'q, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri farqi Bu yo'q. toshni mayda qilyapti, bu ishni sababsiz, to'g'rimi? Bolg'a olib keling, bolg'a. Ungacha motorni nima qilib turamiz? Ungacha motorni ko'rsatib turamiz. Mana o'sha shu drabilkalarga qo'yayotgan motorimizdan bir xil. Bir xil hammasi. Titan motor, a? 3,5 kilovat, 3000 oborot bo'ladi. Aha. Mana Titan voltmetrlari o'zida bo'ladi. Masalan, tok o'ynasa yo nagruza keladigan bo'lsa, bir narsa tiqilib qoladigan bo'lsa, mana paplovoyi bor tebada. Ha. Tikka qilaymi? Ha, bo'ldi, ko'rindi. Mana. Mana shu o'zidan tokni uzib tashlab yuboradi. Ha, paplovoy. Keyin yana hali uni avtomatini ko'tarishsa, yurmay qolishi mumkin. Nimaga yurmayadi o'ylashmadi. Mana shuni 2 marta, 3 marta bosib yuborishsa, yana avtomatni ko'tarishsa, bemalol yuraveradi. Bo'ldi. Video davomida hozir bitta gapni bo'lamiz. Hoji aka keling-da. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Zo'rmisiz? Hoji aka, kelyapsizmi? Ming bor o'zi sizlar chaqirib oldik. Ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklaymiz aka. Rahmat. Salom. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ota-onangizni, xudo xolasa bola chaqangizni vaqtiga salomat bo'ling. Tanjoningiz sog' bo'lsin aka. Rahmat. Aka, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Iloyim siz biz ham siz yoshingizga kirib, ota-onamiz duosini olib yuraylik, xudo xolasa. Rahmat, Hoji aka. Hozir yana bemalol gaplashamiz, a? Endi nima motor tekshirib ko'ramiz, a? Ha, motor tekshirib ko'ramiz. O yerda bolg'acha turadi, uka. Olib keling-da. Motorni hozir aytganimizdek, mana paplovlarni ko'rsatishdi. Agar mabodo biror nima tiqilib qoladigan bo'lsa yoki motorga katta kuch, xullas, nagozka keladigan bo'lsa, misol uchun bug'doy ham ko'p tushib ketib qolsa, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri aka. Otsa tushib ketib qoladigan bo'lsa, motor kuyib qolmaydi-yu, shunday o'zini o'zi to'xtatadi. Xuddi shunaqa. O'zini himoya qiladi. Mana, hozir buni to'xtatdik. Mana. Bo'ldi, mana. Yurgizayapti, qani. Yurgizing. Mana. Bu ana. 1 2 3 4. O'shda, boshqatdan yana bitta. Qarang, hozir paplovoydan tashlab yubordim mana. Endi o'sha paplovoyda mana 3 marta ezib yuboraman. 3 marta ezib yuborasiz? 1 2 3 mana. Bo'ldi. Bismillah. Mana. O'shda. Bo'ldi. Endi bolg'oni oling. Chunki bu o'zi shunaqa deb o'ylashmasin-da, hamma yoq isboti bilan ko'rsataylik-da. Oling, endi yurgizing. Bolg'oni olamiz. Yurgizing. Mana paplovoyda yana 3 marta bosib yuboramiz buni. Yurgizing. Mana. O ana. Ishlayveradi yana. Ishlayveradi-a? Ishlayveradi. Juda yaxshi. Komplektida nimamiz bor? Drabilkani shunday ko'rsatib olsak. Xo'p, drabilkani komplekti setkadan olib kelinglar. Nima chiqadi bunda? Chunki o'tgan safarlar kommentariyada yozib qo'yibman, aytmabmiz-da. Buni aytib ketishimiz kerak. Bo'ldi. Biz boshida aytib ketishimiz kerak ekan, mayli endi hozir aytib turamiz. 4 setkasidan ham bor edi, dedi. 3 setka bo'ladi? 3 setka bo'ladi. Bittasidan olib chiqishadi. Mana u makkaga, marda, sotalikda ham chiqaraveradi. Mana bunisi bug'doyga mana. Bug'doyga? Hozir 30 setkasi bor, mayin qilib olib chiqardik o't. Qo'yib olib qilib. Qo'yib olib qilib, xuddi o'sha setkasi bor, hozir olib chiqamiz, uni ham ko'rsatamiz. U bilan 3 ta bo'ladi. To'rtinchisi 5 setka, shundan molbop qilib chiqaraveradi. Keyin ho'l ham chiqaradimi? Ho'l ham chiqaradi. Ho'l ham chiqaradi. Ho'l qilib farqi yo'q. Mana, qo'yib olib setka mana. O'tdiki. O'tdiki bu. Mana 3 xil. 3 xil komplektida mana shu bo'ladi. Xuddi shunaqa. 2200 ming so'mga, xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab faqat Xorazm bilan Qoraqalpog'istondan tashqari endi ularga 1-2 so'm qo'shilib qoladi. Qo'shilib bo'lgan. Yetkazib beramiz, lekin pulga ozgina qo'shilib qoladi. Yetkazib, uylargacha olib ishlatib berganimizdan keyin pulini bemalol sanashaveradi. O'sha yerda. O'sha yerda, ha. Olib borgan odamlar bilan berib yuborishaveradi. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iloyim yaxshi kunda ko'rishaylik. Ishlarga rivoj, charchamanglar. Rahmat.